produktda qilib keldim. Ko'chaga chiqqanimda sovuq tuyulganda, qo'llarim muzlab, qaytayotganimda issiq tuyuldi, bilmayman nima. Qo'qlanch kiyim ramyonga qo'shib yeyishim uchun. Bunaqa ikkita napitka. Shu bittasini iching. Vashi zo'r ekan, yoqib qoldi. Limonlisi bor, anorligi и marakuya. Anorlisini ichib ko'rmadim, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Limonli bilan marakuya joni dilim. Tuxum, bu ham ramyonga qo'shib yeyish uchun. Hozir yeyishim uchun norin, tovuqli he salata. Ramyonga qo'shib yeyishga yana sosiska. Chili oldim. Har doim mana pizza yo nimadirlar zakaz qilganimda chili bilan qo'shib yegim keladi. Chili olmaganim esimga tushib ketadi. Qo'ldak ramyon. 3 xil. Shularning ichidan eng achchig'i mana bu bo'lishi kerak. Lekin ko'p yeyursa bu achchig'li ham achchiqmas tuyulib qoladi. Hammasi normal bo'lib qoladi. Bo'ldi, shunaqa kichkina raspakovka. Nimaga men raspakovka olaman? Ba'zi meni kuzatadiganlar raspakovkamni ham yaxshi ko'rar ekan. Raspakovka qo'ying deyshadi, shunga raspakovka. Imенно raspakovkani yaxshi ko'radiganlar uchun qo'ydim.